Dunyodagi eng zo'r psixologlar ham, eng zo'r vrachlar ham hamma narsa yaxshi narsa haqida o'yla deydi. Yaxshi narsa haqida o'yla. Xuddi Ibn Sino aytganidek, insonni kasallik emas, uni fikrlari kasal qiladi, uni fikrlari o'ldiradi deganlarda, iymon pasayib ketsa ham ishonch susayib ketadi-da, o'sha odam qo'rquvda yashashni boshlaydi. Bo'ldi, fikr, xayol faqat qo'rquvda. Nimadir boshlasam o'xshamaydi, nimadir qilsam agar bo'lmaydi. Iymon susayib ketgan sari biz o'zimizni ham yo'qotib, qayerdaman deyishni boshlaymiz. Iymonki susaydi, energiya ham tabiiyki susayadi. Psixologiyada ham xuddi shunaqa. Psixologik fikrlaringizni bitta talqin qiling. Qayerda yashayapsiz? Agar fikrlaringiz, xayollaringizda faqat o'tmishda yashayotgan bo'lsangiz agar, o'sha kovlab qaysidir o'tib ketgan zamondagi bo'lib o'tgan voqeani, yo kelajakda doimiy xavotirda nima bo'larkin, o'xsharmikin, pulim tugarmikin, pulim bo'larmikin degan xavotirda yashaysiz ham, tabiiyki butun energiyangiz shu narsaga ketadi. Energiya bu hamma narsa. Sizni diqqatingiz qayerda bo'lsa, bilingki energiya o'sha yerga ketaveradi va o'sha narsa hayotingizda ko'p